Endi mana shu oyatda, yuqorida o'qiganimiz oyatdagi Alloh taoloni bir ta'biriga qarangda. Bir nozik bir ta'bir qilgan. Ya'ni Alloh taolo ularni nurini ketkazadi va zulmatlarda tashlaydi ularni deb aytayapti. Bu mo'jizalikni qarangda. Alloma Ibn Qoyyim rahimahulloh aytgan ekanlar. Alloh taolo ularni nurini ketkazadi deb aytdi. Nima uchun ularni olovini ketkazadi demadi. Vaholanki bu tepadagi oyatga, tepadagi so'zga muvofiq kelardi. Chunki ular misoli xuddi bir olov yoqqan odam kabidir deb aytayapti. Demak, ana shunga mos bo'lishligi uchun ularni olovi ketadi desa bo'lardi. Lekin ularni nuri ketadi deb aytdi. Chunki olovda ikkita holat bor. Birinchisi yoritish, ikkinchisi esa yondirish, kuydirish holati bor. Alloh taolo ulardagi o'sha ular yoqqan olovda yoritish, ya'ni nurni ketkazib qo'yadi birinchi bo'lib. Va ular esa hali olov ichida qolishadi. Olovni birinchi xususiyati ketdi, nur ketadi. Endi ular olovda qoladi, yonadi ular. Alloh taolo ana shunday bizga bir go'zal bir tafsirni beryapti-da. Ya'ni ular misolida bir olovni yoqqan odamga o'xshaydi deyapti va ularning nuri ketadi. Ya'ni ular noto'g'ri yo'ldagi odamlar shunday bo'ladiki, ularni endi haligi to'g'ri yo'li yo'q bo'ldi. Ularning nuri ketdi. Endi ularda faqat bitta narsa qoladi, olov qoladi, yonadi ular. Yonib kul bo'lishadi. Bu holatni, mana bunday go'zal tafsirni faqat Alloh taolo qila oladi. Yana bir holat bo'lyaptiki, Alloh taolo qanday qilyapti? Alloh taolo o'sha nurni yolg'iz holda keltiryapti-da va zulmatlar deb turib jam holatda aytayapti. Ya'ni ko'pchilik holatda. Va mufrat qilib turib nurni mufrat qilib aytayapti. Chunki haq yo'l bitta bo'ladi. Ya'ni Alloh taoloning to'g'ri yo'li har xil bo'lmaydi, bir necha bo'lmaydi, bitta bo'ladi. Va noto'g'ri yo'llar esa buni aksi bo'ladi, juda ko'p bo'ladi. Noto'g'ri yo'llar juda ko'p, har xil yo'llar bor. Insonni adashtiradigan, inson og'aman deydigan bo'lsa, juda ko'p yo'llar bor, noto'g'ri yo'llar. Lekin haqiqat yo'l, haq yo'l bitta bo'ladi. Alloh taolo mana shu oyatda ham shuni ishora qiladi. Ya'ni ularni nurini ketkazadi va zulmatlarda qoldiradi. Nurlarini emas, nurini, ya'ni haqiqat to'g'ri yo'lini ketkazib qo'yadi. Va ular zulmatlarda, ya'ni bir qancha noto'g'ri yo'llarda qoladi deb Alloh taolo ishora qilyapti bu yerda. Alloh taolo bu haqda bir qancha oyatlarda bizlarga keltirgan, boshqa oyatlarni o'qiydigan bo'lsak. Ana shu oyatlardan bittasi Alloh mo'minlarning do'stidir. Ularni qorong'u zulmatlardan yorug'lik nurga chiqaradi deb aytadi Alloh taolo. Bu Baqara surasi 257-oyat ekan. Yana boshqa oyatda ham Alloh taolo aytadi. An'om surasining 1-oyatida aytadiki, hamdu sano osmonlar va yerni yaratgan, zulmatlar va nurni taratgan Alloh uchundir. Nurlarni emas, nurni. Bu yerda ham zulmatlar ko'pchilik, nur esa yolg'iz bo'lib keltirilyapti. Va yana boshqa bir oyatda ham Alloh taolo keltiradi. Bu An'om surasi 1-oyatda edi, hozir o'qiganimiz. Va An'om surasini 153-oyatida ham Alloh taolo aytadi. Albatta mana shu mening to'g'ri yo'limdir. Bas unga ergashinglar, boshqa yo'llarga ergashmangizki, ular sizlarni uning yo'lidan uzib qo'yar. Ya'ni meni to'g'ri yo'lim mana shu yo'ldir. Mana shu yo'l. Va sizlar yo'llarga ergashmanglar dedi. Ya'ni bitta yo'l meni yo'lim, sizlar esa boshqa yo'llarga, ya'ni noto'g'ri yo'llarga ergashmanglar deb aytadi Alloh taolo. Ya'ni bu aytamiz desak, bir qancha oyatlar bor bu haqda, lekin mana bir aqlimizni yurg'izadigan bo'lsak, Alloh taolo ishora qilyaptiki, musulmon inson yurish kerak bo'lgan to'g'ri yo'l bitta bo'ladi. Har xil bo'lmaydi.
va noto'g'ri yo'llar esa har xil bo'ladi. Ko'ryapmiz buni hayotimizda. O'sha ota bobolarimizdan kelgan bitta yo'l bor edi. Otamiz, bobomiz otasi, bobosi kelgan bitta yo'l bor edi. Hech qanday tafriqa yo'q edi. Bitta yo'l edi o'sha. Haqi yo'l edi. Hech kim ixtilof qilmas edi. Hech kim fitna chiqarmas edi. Bir xil o'qilardi. O'sha namoz Hanafiy mazhabida juda to'g'ri, ravshan ado etilardi. Bilmasdik, mana hozir eshitib turgan insonlar ham qani bir 30 yil oldingisini aytsinchi, qachon bor edi bunaqa narsa? Qachonki o'sha fitnani chiqarganlar bo'ldi. Bilimsiz insonlar ham chiqardi. Yoki aksincha, ilmi bo'lib turib fitna chiqarganlar ham bo'ldi. Va hozirgi paytda qarangda endi qanaqa oqimlar ko'payib ketdi. Turli oqimlar, hizbit deysizmi, ana shu soxta salafitlar deysizmi, yana bir qancha toifalar chiqib ketdi. Ana shular noto'g'ri yo'llar. Alloh taolo go'zal bir mo'jiza qilib turib va mo'jizani ko'rsatgan holatda aytayapti bizga-ki, haq yo'l bitta bo'ladi, noto'g'ri yo'llar juda ko'p bo'ladi. Haq yo'l bitta biz o'rganib kelgan ota bobolarimiz, noto'g'ri yo'llar esa hozirgilar, turli oqimlar. Nom chiqarib oldimi? O'sha noto'g'ri yo'lligini bitta belgisi. Bir balo nomlarini chiqarib olishadi, bo'ldi u noto'g'ri. Masalan, mazhab ushlama, bemazhablik deydi. Noto'g'ri yo'l. Ana shu noto'g'ri yo'llar toifasiga kiradi o'sha. Munofiqlar ekan o'shalar. Alloh taolo buni nimaga keltiryapti? Munofiqlarni sifatlab, munofiqlar haqida gapirar ekan, demak, ana shu joyda keltiryapti bu narsani. Demak, munofiqlar bo'lar ekan. Eng kam bularga bosiladigan tamg'a ana shu noto'g'ri yo'ldagi, har xil oqimdagi o'sha balki yurtida hozir o'sha buzuq oqimlarda yurganlar bordir. Balki o'sha ket ochilib qolib, sharmanda bo'lgandan keyin qochib ketib, u yoqda davom etayotganlar bordir. Har qanday toifasi. U bir diniy bir oqimlar bo'ladimi? Yoki bo'lmasam o'sha dinni ro'ka chiqib turib yurtiga tosh otadigan isqirtlar bo'ladimi? Iblislar bo'ladimi? Bularning hammasiga bitta alohida tamg'a nom munofiqlar ekan. Endi munofiqlar deganda biz shunday bir iflos deb so'kkanga o'xshab ko'rinib qolyapti-da bizga. Yo'q. Munofiq juda yomon illat. Munofiqlik juda yomon past daraja. Olimlar aytishadiki, munofiqlik kofirlikdan ham yomon dahshat narsa. Alloh taolo chunki Qur'onda kofirdan ham ko'ra munofiq haqida juda ko'p ogohlantirish bergan. Eng qisqa va ochiq ko'rinishi munofiq siz yuzingizga boshqacha, uning yuziga boshqacha bo'ladi. O'sha munofiq. Musulmon insonning ishi emas-da bu. 200lamachi deyiladi. O'sha munofiqlik. Biz uni oddiy narsa deb tushunganimiz bilan juda yomon narsa bu. Dindan chiqib ketish xavfi bo'lgan narsa. Alloh taolo la'natlagan, nafratlangan, payg'ambar la'natlagan, nafratlangan narsa bu munofiqlik. Ana shu munofiqlik tamg'asi bemalol bosilib bo'lgan o'sha oqim egalariga, o'sha buzg'unchilarga. Bundan ortiq sharmandagarchilik, bundan ortiq jazo bormi bularga? Alloh taolo ana shunday toifalarni qatoriga tushib qolishdan barchalarimizni o'zining panohida asrasin.